Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men vrach endokrinolog, dietolog, nutritsiolog Mehribon Hasanovna. Bugungi video darsligimizda ro'zada qanday ovqatlanish to'g'ri kerakligi haqidagi ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Bugungi mavzularimiz ro'zada to'g'ri ovqatlanish, ochlik orqasidan kelib chiqadigan kasalliklar, ro'zaning organizm uchun qanday foydali xususiyatlari borligi haqida gaplashib o'tamiz. Agarda siz video darsligimizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz uchun 3 kunlik ro'za mobaynida to'g'ri ovqatlanish chek-listini taqdim etaman. Va qo'shimchasiga ro'zadan keyingi 3 kunlik to'g'ri ovqatlanish menyularimni berib o'taman. Xo'p, keling, birinchi navbatda tanishib olsak, men vrach endokrinolog, dietolog, nutritsiolog Mehribon, yoshim 29 da. Shu paytga qadar 10 mingdan ortiq semizligi bor ayol erkaklar bilan ishlab, ularning gormonlarini normaga keltirib, sog'lom ozishlariga o'z hissamni qo'shib kelayotgan mutaxassislardan biriman. Ko'pincha oldimga gormonal narushenyalar bilan kelishadi, qandli diabet birinchi, ikkinchi tur bilan kelishadi. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida ko'plab buqoq kasalliklari tarqalgan. Mana shu buqoq, zob kasalliklari bilan judayam ko'p bemorlar kelishadi va ularning gormonlarini qarab, analizlariga qarab turgan holatda ularga lecheniya yozaman hamda dietologiya sohasiga ham kirib kelganman. Dietologiya sohasiga kirib kelishim judayam qiziqarli bo'lgan. Menda ham ko'pchilik ayollarda kuzatiladigan muammolardan biri semizlik muammosi bo'lgan. Farzandlarim ketma-ket tug'ilganligi sabab tug'ruqdan keyingi semizliklar menda kuzatila boshlagan hamda o'sha semizlikdan qutulish maqsadida men u paytlari hali dietologlar ko'p bo'lmasdi. Zo'rg'a dietolog topib, programma tuzib, o'zimga to'g'ri ovqatlanish haqidagi o'sha bilimga ega bo'lganman. O'sha paytlari hali endigina Samarqand davlat tibbiyot universitetida o'qib yurgan kezlarim bo'lgandi. Ikkinchi farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin 73 kilogramgacha semirib ketganman men shu bo'yim bilanda. Bo'yim 1,56 bo'lganligi bilan men shu 20 kilogramgacha ortiqcha vaznga ega bo'lganman. Hamda o'sha student bo'lganman, o'qiyotgan paytlarim bo'lgan. Dietolog topib, u kishi bilan programma tuzib, sog'lom oza boshlaganman hamda magistraturaga kirish vaqtim bo'lgan. Ko'pincha tanishlarimizda o'sha qandli diabet kasalliklari kuzatilganligi sababli qarindoshlarimizda endokrinologiya sohasini bitirganman. O'sha magistraturada ham endokrinologiya sohasida ketganman. Undan keyin esa men shu 3-tug'ruq boshlandi menda. Undan keyin yana semira boshlaganman. O'sha men talabalik vaqtimda dietologiyani o'qiganman-ku. Keyin o'zimga programma tuzib oza boshladim va ko'pchilik atrofimdagi ayollar ham qanaqa ozdingiz, zo'r ozyapsiz, bizga ham programma qilib bering deyishganlaridan keyin men shunaqangi kurslarni nima qila boshlaganman, tashkil etganman. Hozirgi vaqtda juda ham ko'p ayollar bilan ishlayman. Ularning semizliklarida, sog'lom ozishlarida, men shu semizlikdan keyin sog'lom ozishlariga o'z hissamni qo'shib kelyapman. Keling, men hozir yaxshigina tanishib ham oldik. Endi sizga men shu ro'za vaqtidagi Ramazonda aynan qanday to'g'ri ovqatlanish kerakligi haqida birozgina to'g'ri ma'lumotlarni sizga yetkazmoqchiman. Birinchi navbatda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri bizada saharlikda ham, iftorlikda ham tez och qolaman, kuni bo'yi hech narsa yemayman deb odamlar bizada mentalitet shunaqa bostirib ovqatlarni yeyverishadi-da. O'zi bizada O'zbekistonda milliy taomlarimiz ham juda ham kaloriyaga boy hisoblanadi. Hamda ro'za mobaynida mana shu saharlikda ham osh yeyishadi, iftorda ham osh yeyishadi. Undan keyin ko'pincha shirinliklar, desertlarni ko'p iste'mol qilishadi. Hamda ustiga ustak домашний kompotlar, shirin ichimliklar hamda kola, fanta kabi gazli ichimliklarni ham juda ham ko'p iste'mol qilishadi va bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Aynan Ramazon vaqtida qanday to'g'ri ovqatlanish kerak? O'zi bizning barcha ovqatlarimiz makro va mikronutrientlardan tashkil topgan.
aynan marafon mobaynida 3 ta katta makronutrientlar bor. Ular oqsil, foydali yog'lar hamda foydali uglevodlar, ya'ni murakkab uglevodlarga bo'lingan. Siz aynan ro'za mobaynida mana shu 3 ta makronutrientlarni to'g'ri iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, ertalabki issiq ovqat yedingizmi, kechki paytda уже siz холодныйroq, lekin organizm uchun foydali bo'lgan ovqatlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz oqsilga ko'p boy bo'lgan mahsulotlar, молочный produktlarda ko'p bo'ladi oqsil, masalan, tuxumda, go'sht mahsulotlarida o'shalarni ko'p miqdorda iste'mol qilishingiz kerak. Полезный yog'lar, ya'ni foydali yog'lar deyapmiz. Foydali yog'larni ham normada yaxshigina iste'mol qilishingiz kerak. Masalan, foydali yog'lar deganda zaytun yog'i, sari yog' yoki ko'pincha yong'oqlarda ko'pincha bo'ladi foydali yog'lar. O'shalarni normalarini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Hamda uglevodlar dedik. Uglevodlarni o'zi ham oddiy va murakkab bo'ladi. Aynan Ramazonda to'g'ri ovqatlanish uchun murakkab uglevodlarni ko'proq yeyishingiz kerak bo'ladi. Murakkab uglevodlarga biza kiritganmiz kinoa, yana grechka, har xil yaxshi boboviy mahsulotlarni tarkibida murakkab uglevodlar juda ham ko'p hisoblanadi. Aynan ro'za paytida siz organizm uchun foydali bo'lgan mana shu 3 ta makronutrientlarni foydali jihatlari bilan birgalikda to'g'ri iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mavzuyimiz nima? Masalan, ochlik orqasidan ko'pincha kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Bunga kiritishimiz mumkin vitaminlar yetishmovchiligi yoki avitaminoz holatlari. Shunaqangi holatlar kuzatilgan, organizmdagi bor vitaminlar yo'qolib ketgan. O'shanaqa holatlar yoki juda ham ko'pchilik ayollarimizda kuzatiladigan kamqonlik, anemiya kabi kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Bu nimalar orqasidan kelib chiqadi? Bu aynan mana shu ochlik yoki palapartish dietalar orqali yoki bo'lmasa siz noto'g'ri ovqatlarni noto'g'ri vaqtda iste'mol qilganingiz sababli mana shu yuqorida sanab o'tilgan kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Aynan mana shu kamqonlik, vitaminlar yetishmovchiligi kabi holatlardan qutulish uchun siz Ramazon vaqtida ochlik yurasiz, interval ochlikka to'g'ri keladi. Saharlik va iftorlik uchun aynan mana shu kamqonlik oldini olish uchun, vitaminlar kamayishini oldini olish uchun ko'proq mahsulotlar, produktlarni iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz ko'pincha belok, oqsilga boy bo'lgan moddalar, vitaminlar, har xil produktlar tarkibida bo'ladi. Buni marafonimga qatnashgan qizlar juda ham yaxshi bilishadi, qaysi produktda tarkibida qaysi vitaminlar borligini. Xudo xohlasa, marafonimiz mobaynida bu haqida yanada to'liqroq ma'lumotlarni berib o'taman. Uchinchisi, bu ro'zaning organizm uchun foydali jihatlari deb aytdik. Ro'za organizm uchun agar to'g'ri tutsangiz, organizm uchun juda ham ko'p foydali jihatlari bor. Agarda noto'g'ri tutsangiz, yuqoridagi kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin. Agarda siz Ramazonda, ro'za oylarida to'g'ri ovqatlansangiz, dinimiz shu darajada mukammal tuzilganki, mana shu ro'za vaqtlarida siz juda ham yaxshigina organizm uchun zo'r foydali jihatlarni olishingiz mumkin. Birinchi navbatda organizmda ro'za vaqtida, ochlik vaqtida autofagiya jarayonlari kelib chiqadi. Autofagiya bu nima? Organizmdagi raka chalingan yoki endi chalinishdan oldin bo'lgan har xil kasalliklardan chalinish granitsasida turgan hujayralar o'zini o'zi yeb bitiradi. Mana shu ochlik orqasidan. Masalan, rak kasalliklari, onkokletkalarning tug'ilishida eng ko'p uchraydigan mana shu bir nima deydi, vositalardan biri bu shakar mahsuloti hisoblanadi. Aynan ro'za vaqtida siz shakar mahsulotlarini yemaysiz. Masalan, kletkalaringizni och qoldirganingiz hisobida sizda organizmdagi kletkalar o'ziga nisbatan o'zi o'sha autofagiya jarayonini tabiiy tarzda amalga oshirib beradi. Ikkinchi navbatda, birinchisini autofagiya dedik, ikkinchi navbatda siz semizlik kasalligidan qutulishingiz mumkin.
agarda siz ro'zada to'g'ri ovqatlansangiz. Ba'zilar bu ro'za payti itak dietada bo'laman, yaxshigina ozaman deb o'ylashadi, lekin aynan dieta vaqtida agarda siz noto'g'ri ovqatlansangiz 1-2 kilogramm ozishingiz mumkin. Lekin ro'za tugagandan keyin, interval ochlikdan chiqqaningizdan keyin o'sha yo'qotilgan massangizni siz qaytadan yig'ib olish ehtimoli juda ham katta hisoblanadi. Aynan semizlik bilan kurashib kelayotgan patsientlar bo'lsa, albatta ro'zada to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ying. Aks holda ro'za paytida yo'qotilgan vazningiz bir deganda bittada qaytib kelish holatlari juda ham ko'p kuzatilgan. Ro'za vaqtida ro'zaning 3-foydali jihatlaridan biri bu arterial gipertenziya, ya'ni qon bosimi ko'tarilib turadigan insonlar uchun ham foydali hisoblanadi. Aynan ilmiy izlanishlar natijalari shuni berdiki, gipertoniya bilan, ya'ni arterial gipertenziyasi, davleniyasi ko'tarilib turadigan insonlar ko'proq och qolishsa, interval ochlikda ro'zada yurishsa agar, ularda arterial qon bosimi normaga kelish holatlari judayam ko'p kuzatilgan. Umuman olganda organizmni tozalash mumkin ro'za paytida, detoksikatsiya jarayonlari kuzatilishi mumkin. Yoki bo'lmasa yog'lar, yog' hujayralari zo'r erib berishi mumkin. Hamda boshqa ochlikning xususiyatlari, foydali xususiyatlarini biz sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, men vrach endokrinolog, dietolog, nutritsiolog уже 10 yilga yaqin semizligi bor insonlar bilan ishlab kelyapman. Hamda shu paytgacha juda ham ko'p avtorskiy kurslarim bor, ozdiruvchi. Har qanaqasiga har kimni ozdira bila olaman, chunki gormonlar bilan ham ishlayman. Semizlikning ildizi bu gormonlar hisoblanadi. Qabulimga kelgan ko'pchilik ayollarda mehribonman, ozolmayman deb kelishadi, lekin gormonlarini o'sha tekshirtirsak agar hamma gormonlari palapartish, noto'g'ri ishlab chiqarilayotgan bo'ladi. Ularni maxsus dori preparatlari bilan normaga keltiramiz, правильный pitaniyaga o'tirg'izaman hamda bemorlarim yaxshigina ozib, yaxshi natijalarni keltirishmoqda. Hozirgacha menda 3 dan ortiq kurslar mavjud. Birinchisi bu mana shu ro'za vaqtida, Ramazonda to'g'ri ovqatlanish kursi. Bu kursimizda qatnashib, siz Ramazon mobaynida 10 kilogramgacha ortiqcha vazndan xalos bo'lishingiz hamda yo'qotilgan vazningizni qaytadan olmasligingiz mumkin. Saharliklarda qanaqangi to'g'ri ovqatlanasiz, iftorlikda qanaqangi ovqatlanasiz, hammasi menyu bo'yicha berib o'tiladi. Qaysi payt nimani iste'mol qilish kerak, qaysi payt nimalardan o'zingizni tiyishingiz kerak, hammasi o'sha kursimiz ichida bo'ladi. Kurs mobaynida aynan Ramazonda to'g'ri ovqatlanish kursida o'sha ko'pincha ochlikni orqasidan kelib chiqadigan kasalliklarni oldini olish haqida kursda полностью informatsiyalar berib o'tilgan. Kursga qatnashib siz ham har xil kasalliklarni oldini olgan bo'lasiz, hamda yaxshigina sog'lom vazningizni yo'qotgan bo'lasiz. Ikkinchi kursimiz bu to'g'ri ovqatlanish hamda chiroyli qomatga ega bo'lish deb nomlanadi. Bu kursimiz hamma uchun to'g'ri keladi. O'sha Ramazondan tashqari bo'lgan holatlarda ham bu kurslarimizga qatnashib zo'r natijalarga erishsangiz bo'ladi. Kursimizga homiladorlar, emizikli ayollar, qandli diabeti bor insonlar, o'tida muammosi bor insonlar, oshqozon ichaklarida gastrit, yazva kabi muammosi borlar bemalol ishtirok etib, uy sharoitida ro'zg'orbob mahsulotlarni iste'mol qilgan holatda zo'r tana vaznlarini yo'qotishib kelmoqda. Eng zo'r rekord natijamiz 1 oyda 15 kilogramm bo'lgan. Bu hech qanaqangi ozdiruvchi dorilarsiz, kokteyllarsiz, badlarsiz hamda hozirgi vaqtda ozdiruvchi ukollar ham juda ham trendga aylangan. O'sha ukollarsiz ro'zg'orbob uy mahsulotlarini yeb turgan holatda 15 kilogrammgacha 1 oy mobaynida vazn tashlagan ayollarimiz rekord natijasiga chiqib kelishgan. Undan tashqari gormonal narusheniyalar borlar uchun gormonlarni normaga
normaga keltirib ozish kurslarim bor. Bilasiz, gormonlar normada bo'lmasa, semirib ketish yoki ariqlab ketish holatlari kuzatiladi. Aynan semizligi bor organizm uchun 5 ta javobgar gormonlarni sanab o'taman. Birinchi navbatda bu insulin. Insulin gormoni normadan yuqori bo'lsa, sizda ishtaha ortib ketadi, to'yimlilik hissini his qilmaysiz hamda qancha ovqat yesangiz ham och qolib ketaverasiz va shuning natijasida sizda semizlik vujudga keladi. Ikkinchi gormonimiz esa bu kortizol. Kortizol oshib ketganda ham asablar taranglashadi, ishtahangizni jilovlay olmaysiz, hamda semirib aynan abdominal semizlik, ya'ni qorin sohasidagi yog'larning to'planishiga olib keladi. Uchinchi gormonimiz esa gipofiz bezidan ajratiladigan TTG, ya'ni tireotrop gormonlar hisoblanadi. TTG gormonlari normadan yuqori chiqsa, sizda ko'pincha ishib ketish, nastreniya yo'qligi, terrorlaringiz qurib ketishi, ich qotishi, semirib ketish kabi holatlarni vujudga keltiradi. Uchinchi pokazatelimiz bu gormon emas, vitamin D. Vitamin D o'zi aslida progormon hisoblanadi hamda uning normadan kam ishlab chiqarilishi ham bizning semizligimizga javob beradi. Vitamin D nafaqat inson semizligiga, balki immunitetga, kayfiyatga, sochlar to'kilishiga, umuman olganda organizmning barcha metabolik jarayonlarini boshqaradigan progormon vitamin hisoblanadi. Hamda 5-chi pokazatel bu ferritin miqdorini albatta ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agarda ferritin miqdori normadan kam bo'lsa agar, sizda semizlik, tez charchash, ko'z tagidagi qorayishlar kabi holatlar kelib chiqishi mumkin. Bularning hammasini o'sha etapma-etap gormonal kursimda o'sha gormonlarni normaga keltirib sog'lom ozish kursimga aytib o'taman hamda bu kursga qo'shilgan ayollarimiz albatta mana shu 5 ta gormonlarga analiz topshirishadi. Undan tashqari, agar qo'shimcha shikoyatlari bo'ladigan bo'lsa, masalan, sut bezlaridan sut kelsa, lekin emizish vaqtida bo'lishmasa, prolaktin gormonlari ko'riladi yoki hayz sikllari normada bo'lmasa, FSG, LG, estrogenlar yoki o'sha soqollar, ovozlar dag'allashuvi kuzatilayotgan bo'lsa, bunday holatda testosteron gormonlarini biza ko'rib o'tamiz. Bular o'sha qo'shimcha ravishda. Boyagi 5 ta gormonlarimiz esa semizligi bor hamma ayollarda ko'riladigan eng zaruriy gormonlardan biri hisoblanadi. Kim mana shu kurslarimning biriga qo'shilmoqchi bo'lsa hamda sog'lom ravishda o'z tana massalarini, ortiqcha vazndan qutulishni xohlasa, sizga havola qoldiraman. Mana shu video pastida havolaga bosib, ro'yxatdan o'tib kurslarimga a'zo bo'lib olishingiz mumkin.